Hop, salom barchaga. Sizlar bilan yana o'sha bir bor Football Games kanali. Hop, bugungi videoda ijobiy video bo'ladi. Bugun ya'ni endi ko'proq bundan buyog'iga ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Yana turli xil mavzular bo'lsa, hop, bugun nima qilamiz? Bugun 200-300 taga yaqin olmosimiz bor pashti. Hop, Dream Draft ochib ko'ramiz, ya'ni tarkib yig'ib ko'ramiz. Bu yerda ham hozirgina mana bular ketdi, mana Desayli bilan Bergkamp yana qaytibdi. Yerda darajalarni ko'rib chiqsak, normalniy. Desayli, Cannavaro ham zo'r ekan, tackle 95. Rivaldo, buni ishlatib o'ramiz. Hop, Bergkamp. Shu Rivaldo bilan Cannavaro ekanda ular. Sal anaqarog'i, normalniroq. Bu yoqda kim kelmabdi transferlarda? Kartali o'yinchilar hali. Bu ham boshlanibdi-ku bolalar. Festival bayram bunaqasi. Xo'p, bugun Dream Draft ochamiz desa bolalar. Qani ketdik. Qaniydi ketdi. 50 ta olmos, 10 ta olmos uchun ochamiz. Qaysi taktikani tanlasak ekan? Hujumkorroq. Mana shu taktikani tanladim. Hop, keyin chiqdi va bizga bolalar. Reklama ko'rib o'tirmaymiz, shartda tezroq. Kurtuami Ryan bolalar. Menimcha Kurtua baribir boshqa daraja boshqa daraja bolalar Kurtua. Hop, bu yerda Cancelo. Hop, Vivian, Bonjoli, Solid. Bu yerda menimcha bolalar Vivian. Marquinhos. Sabaslayni tanlab qo'yamiz. Yaxshi tarkib. Voy, bu yerda Vinimi bolalar, Semenyo ham. Lekin Vini baribir 85 ta Vini bolalar. Hop, Hakan Chalhanoglu. McTominay, bu ham zo'r kuchayib ketdi. Voy, umuman o'zimga yoqmaydigan o'yinchilar ketdi-yu. O'Reilly, Locatellimi, Jakami. Locatelli ham umuman qaytib qiyin jirkanchli o'yinchilar. Ketdi O'Reilly. Salah albatta. Va o'zgardi ular yangilanishdan keyin qaranglar, mana yerda ataka anaqalar qanaqa chiqishi hozir darvozabon chiqa GK bo'lib turibdi-ku, shular ham qo'shildi. Hop, Kepa. Mana taniqliroq o'yinchilardan ham bunaqa olyapman. Bu yerda Gerard Martin bolalar. Tezligi ham normal ekan. Otamendi kim? Otamendini Munoz olamiz onlar, Munoz. Trinkao yoqdi menga. Reklama ko'rmaymiz chunki video zerikarli o'qimasin deb bolalar, shuning uchun. Felixmi, Lokmanmi? Lokman bo'lsa-ku Felixmi? Boshqa Felix yoqdi-da menga bolalar, Felix olaylik. Voy, bu yerda Rodrigo. Bu yerda Gakpo va oxirgisi deydi. Rategi, Wood. Darwin Nunes qaytdimi bolalar? Darwin Nunes qaytibdimi cho'ta? Qaysi jamoaga o'tdi bolalar, bilmaysizlarmi? Bilsanglar yozib qoldiringlar. Nunes o'qib ko'ramiz. Darwin Nunes qaytdi bolalar. Hech bilmadim lekin shu qaytganini. Hop, internetimiz ishlayapti-ku? Ishlayapti. Darwin Nunes qaytibdi. Hop, 5 ta 4 ta o'yin o'tkazamiz ekan bolalar. O'yinlarni anaqa qilib videoga olib o'tirmayman. Shu bugungi mavzu shu yangilanish. Dream Draft ochish edi.
Bu yerda asosiy narsa shu DP ham beradi-da, ular shunga ana qilib o'ynayapman. Tezroq olay deb. Buni endi o'ynab qo'yamiz ular. Hop, tarkibni to'g'rilasak endi Gakpo. Bag bu, lag, voy, bolalar. Qanaqa bag endi bu bolalar? Yangilanishdan keyin shunaqa bag bo'lib qoldimi? Canceloni qaranglar, ko'k karta bo'lib qolganini. Bu yerda Rodrigoni qaranglar, Gakpo ham, lekin Nunez qaytgani, lekin boshqacha darajada pasayib ketdi u ham. Bu bir anaqada o'ynab yurganga o'xshab qolibdi. Unda ham hozirgisidan yaxshi o'ynardi, Benficada ham. Trinkavoni qaranglar bolalar, qanaqa bag bo'lganini. Marquinhos ham bag bo'libdi. Bu qanaqa bag edi bolalar, yozib qoldiringlar kommentda. Hop, bitta best teamni bosamiz. Cancelo, O'Reilly, normalniy, ajoyib sostav bo'ldi. Bu yerga Monos qo'yamiz, Cancelo bu yerga qo'yamiz. Gerard Martin tushiramiz, endi zo'r. Shokolad bo'ldi. Hozir 250 25 ta, bugun 25 ta olmasgacha olsak zo'r bo'lardi. Atak bolalar klanimga ham mana chiqib qolsa qo'shilib qo'yinglar. 601 ming bo'libdi. Ko'p odam chiqib ketibdi mana. Joy bo'sh. Mana O'zbekiston Santiago Tashkent degan nomli. Birinchidagi 100 ming qo'yibdi, yaxshi. Ko'plar chiqib ketyapti qandaydir, negadir. Bu yerda o'xshi 7,5 million yig'sak bo'ldi ekan, bolalar qo'shilib qo'yinglar klanimga. Parolni ham hamjamiyat anomga qo'yib turaman, ko'rsatib. Shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana yana bir bor eslichi. Mana shu meni klanimda 601 ming, o'xshi anaqasi 16 million. Pashta 17 million ekan. Bu musobaqa ham ketdi. Birinchi Dream Draft yutib olaylik esa bolalar. Go bolalar, bugungi video shundan edi. Yana kommentda yozinglar sizlar. Shu menimcha qiziq emas bolalar, Dream Draft yutganim, tarkib qilganim qiziq. Xo'p, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, like, obuna bosib ketish esdan chiqmasin. Go, keyingi videoda ko'rishguncha.